Juda ko'p больницаlarga borganman. Neyroxirurgiyalardan lecheniya olganman, lekin effekt bo'lmagan. Keyin oxirgi tochka shu Lamina Life bo'ldi. Murojaat qilib oldim, bir kurs ichdim. Oldiniga jicha qo'zidi. Foyda yo'qmikin deb doktorimga yana telefon qilsam, sabr qiling, ikkinchi kursda rezultat bo'ladi. Ikkinchi kurs ichdim, o'zgarish boshlandi. Zreniyam уже yaxshiroqqa. Uchinchi kursda o'z xohishim bilan olmoqchi bo'ldim, olib ichdim. Hozir mana men ishda ishlayapman. Natijaga erishdingiz. O'zim xohlagan natijaga erishdim. 3 kurs ichdim, hozir 6 oy dam olib yana boshlamoqchiman. Hozir mana ko'rib turibsiz, yaxshiman, lekin men unda Sizga gap yo'q, a'lo darajada. ko'zlarimcha boshqacha edi. Hozir juda ham yaxshi ishlayapman. Juda zo'r, yaxshi. Men tavsiya qilaman, ko'pchilikka tavsiya qildim. Tashkilotimizda 3-4 ta olgan. Yuragi og'rir edi, ichdim, menda yurak xuruji bor edi, bu ham yaxshi bo'ldi. Bo'g'imlarim og'rir edi.